Biz nimishqa kasbiy odamlardan muzikalang deymiz. Siz cho'qim mush muzikani yasay oladigan, ham remote qila oladigan, setishdan keyingi mulozimatiga ega bo'la oladigan odamdan muzika qilishingiz kerak. Qandaqki, muzikani akapli do'kon esib setish bilan bo'ladigan, setishdan keyingi mulozimatiga ega bo'lmaydigan, akap bo'lsa muzikaning nada masal chiqqanini o'rganmaydigan odamdan emas. Misol, madutta ko'zingiz shundoq chiroyli ko'randi, ha? Bakpayizlikda. Shularmi? Endi ko'ring. Maduttaning ish taraflarini ko'rdingizmi? Mayallarni bir aqur yamoq sevatdik. Siz ko'rgan mush yamoqlarning hammasi sap teshilib ketgan yali. Naqashni ishlaydi. Ishlash jarayonida tasaddibilik hodisa bilan ya iskini kirkitadi yoki uyash jarayonida duttaning talasini teshitadi, bo'g'iz tarafini teshitadi. Mana siz ko'rgandek ish taraf tashmitish chiqdi. Onundan bilak nurg'un muzikalarimiz var, mana musholat chiqib ketgan. Shunga bo'lsa bak oliy naqash duttag'i esilvanman. Esilvag'ingiz kelib ketsa, yasashni uqdigan, remote qilishni uqdigan, setishdan keyin ishga ega bo'la oladigan mundaq masal chiqsa, akasangiz duttani amlashtirib bera oladigan odamdan elishingiz zarur. Mana maduttani akaptiki, ovoz bak yaxshi chiqmidi, tapmayotdi, nurg'iyat yuzlik sog'izgan, faqat jig'ildab bilan bo'lmayotdi dedi. Ankiz biz ko'rgandik ekan, yuzlik yaxshi tangshalmabdi. Dastis qilib ketgan avvalva. Shuning bilan men yuzligini qumurib atdik. Men o'zdan yuzligi. Bu nayt yaxshi tangshalmagan yuzlik, ham materialim bak yaxshi emas. Ankiz dasti qilib ketibdi. Buni dastini o'ngshaymiz. Shuning bilan padini qaytib bog'laymiz, yuzlikni tanishitimiz, chastay duttab ketadi. Men ichidan ovoz qichish avvallar va ichiga maqsad bitkizib atdik degan gap. Mana olsangiz mushtaq mas'uliyatchanligi bor odamdan e'lon. Uningdan boshqa ama tamburlar varmı ya da kanalni ko'rgan tamburlarni ko'rdinglar. Bu tamburlar nima tambur deganda, bu tamburlarni bet bashirib ketgan tambur. Night kona aş göz şaplı qonli jumayli chip zad sirmi yaxshi urilmagan qarangman sirning urilishi fanshing demakchi. Mani qayti yanglab berdik. Bu tamburning asli men keyingi filmimizda yo'llab bersak bo'ldi. Baksatdan bir bu bunu qaytadan biz rang berib, qayta sirlab, yuzlikni qayta almashtirib, maqag'azlarni so'ymadik texi. Padini qayta qo'yamiz, tarini qayta solamiz. Mana siz ko'rgandek bu yopmayoqdan burab ketadi. Shundaqla uyamdimishtaq bak koni sazvatdi, bak konrab ketgan ovoz yaxshi buvamdan qolgan, tashlab atgan kammaydi, mashni yanglab bersangiz o'ltimalim deb udul akilanga tambirini siz tunug'isiz alat akab beramiz. Mana mishtaq sirlarimizmi ya shundaq yaxshi payz chiqyapti. Mishtaq remote qildigan sazlarim batdi. Hazır degandek qayta mishtaq yanglaydigan sazlarim batdi. Ovoz yaxshi chiqmayapti. Nadiki masalda parcha qilib baradi va qiza nurg'un ushaq masallar bo'lsa, undul yandırıp eklan dokunumuzga. Korlu şehirde dokunumuzga biz aşı ödüsüden çıkıp yoki yüzlük namlaştıran dayımız yoki perde namlaştıran dayımız qandaq misal olib qas eng töven tanarx bilan eng istikalat talqib birimiz. Biz onu remote qilish yerlarimizni ko'rsanib intayin inchkilik holatda kasbiy holat qilib birimiz. Bizde biraqor saymallarmi to'liq bunun ketadigan materiallarmi mol manba bor bizda. Shunga uningdan g'am qilmay, g'oyalaringlar bor ekansizlar, mundaq tuttirib mundaq olib ketdi, rasm tatib yo'llab beringlar deganlaringlar bor. Men filmni ko'rib atsizlar. Tatmayl udul akelinglar dedik. Biz ishonchimiz bor. Dutlarni xalta qochlab akaganlar vojima, dastis bir parcha, yuzlik bir parcha, beshi bir parcha mundaqli bo'ladi-ki, xalta qochlab akaganlar va oshnima, tunug'siz dutlar qilib atdik degan gap. 156 0996 3400 156 0996 3400 ile aloqalash orqali udul akasingiz bo'ldi, jiroq topqasangiz men bilan aloqalashib setpasangiz bo'ladi. Yana shuning bilan birga dutta tambir satag'ajakmish milliy muzika doir qandaq muzika lozim bo'lib qolsa, bizlar aloqalashsanglar bo'ldi, hammasiz bizdan chiqadi. Yana mishta bursan bo'ldi demişta oliy materialda kelgan sidam qilib bo'lamdi, naqash qilib bo'lamdi, so'ngak naqash qilib bo'lamdi deganlar bursanlar biz payz qilib yasab birmizlarning qo'liga tushkilar qilib dutta tanlashda biz naqash tanlamaymiz. Yana kon qoidamiz bo'yicha inkas rayonida bayavan degan naqshni uchirtib qoldim. Maqsadi biz bayavan aldirmay ko'rsatib qo'yma, filmni servatmay, yurakni besib oxirgi diqqat qiling. Ya'ni esil kattasiz o'ylab baxman faoliyatlarimiz var. Bayavanın uruş şekli 10 qol. Diqqat qilin ha.
ilib çekiş aletli buludu. Oң қолыңыз, Seni en candı dep anlap. Muşu ilib çekiş aletli buludu. Oң қолға dikkat qılın, hem de birleştirmez. Fa fa mi re mi fa sa mi sa fa mi re fa re 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 re. Yan bir qatim. Fa fa mi re mi fa sa mi sa fa mi re fa re 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 re. So so la shi la la do 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 la 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 shi 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 so 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 la 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 fa 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 so 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 mi fa 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 mi do do re fa fa mi re mi fa so mi so fa mi re fa re 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 la so la shi la so fa mi re mushkul alet buludu asamike yani buningdinmi bilinmez mulla şunun bilan birga dutturimiz. Da bir ko'rib yiling duttani mal. Men 100likni bir ko'rib yiling. Dutta buningdan ortiq bo'lmaydi. Nimishqa material nochi bo'lsa, dasta qo'lingiz o'ynab tursa, ovozi ichidan g'ung chiqib bersa, eng isili 100lik noit payz tangshalsa, eng isil dutta bo'lgan bo'ldi. Men sizga dey, dutta tanlashda biz naqash tanlamaymiz. Naqash tanlamaymiz, bizga huzur berdigani buning ovozi. Bu degan chaldigan narsa, biz chalsak qo'limiz yaxshi tushsa, tigidan doğib bersa, mungluq ovoz qulg'imizga tep bersa, bizning kutadiganimiz shu. Dutturingiz 1000 so'ngak naqash bo'lib, 1000 oliy naqash bo'lib, sizga bir huzur beramasa, siz chalsangiz bir siz layoqatli bir dutta ovoz chiqmasa, uningdan beka hech nimaga hisob emas. Dutta degandan dutta ovoz bo'lish kerak. Mana mush duttani chalanga sifat kapalati bilan beramiz, dast qaymaydi. Yüzlük o'ltirishib ketmaydi, ko'pab ketmaydi, ovozi o'zgarib ketmaydi. Ovoz echilib buningdan soz shikast chiqdiki, hargiz kayniga chekinish olmaydi. Chunki material qurgan material. Material ishonchimiz bo'lmasa, biz bundaq spulada maydimiz urib turib tashviqotni qilmaymiz. Yana mushtutlarni zapas tarix haraq quloq qop o'g'inish darsligi krani ko'tarib turib siz o'ylab baxmagan ba'di sepirimiz. 156 0996 3400 156 0996 3400 degan nomer bilan paranglashing, bevas qush paranglasangiz bo'ldi. Dutlarni o'ziga sot qilamiz.